Assalomu alaykum hurmatli podpischilarimiz. Bizga hozir ajoyib bitta Nexia 2miz keldi. Ma'lumotini sirasiz aytib o'tib ketamiz. Akalar, mashinamiz motorni bitta ko'ringlar. Akalar, mashinamiz 1.6 motor bo'ladi akalar. Motor soatda ishlayapti. O'ta zo'r tiniq holatda akalar. Xo'p, ishlarni ham ko'ringlar. Usluterlar o'ziniki, mashina pechat akalar. Olib mazza qilib minadigan joyi. Xo'p, ma'lumotini sirasiz aytib o'tib ketaman akalar. Mashinamiz 2015-yil 1.6 super bo'ladi, 5 konditsioner bo'ladi akalar. 234 ming yurgan, 4 ta baloni yangi holatda. Kuzovlarda ko'ryapsiz akalar, hech qanaqa qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Samnigramni akalar, mashina pechat. Oldi orqa hamma joy kuzovlarda ko'ryapsiz, hech qanaqa qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Bitta mashina o'zida jichcha kraska tekkizib qo'yadigan joyi bor. Orqalarini ham ko'ryapsizlar, mashina o'ta akkuratli, tiniq holatda akalar. Mashinani ko'ryapsizlar o'zi. 2015-yil akalar, salonni ham ko'ringlar. Salon ham akalar masla bo'lib turibdi. Xo'p, 234 ming yurgan akalar, mashina metan gazlarigacha bor, hamma narsasi tayyor, yangi ko'riklargacha tashab qo'ydik akalar. Xo'p, mashinamizni hujjatga kiritadigan bo'lsak, akalar, mashinamiz sizlar xohlagan hujjat bo'ladi. Gendi sizlarning gen, oldi sotilsa ham oldi sotiladi. Любой hujjat bo'ladi akalar. Pulga kiritadigan bo'lsak, akalar, pulini $4150 bo'lsa beraveramiz akalar. Qiziqqanlar tez aloqaga chiqinglar. Mashinamizda bo'lsa bir 5% yo 10% kraskasi bor holisidagi mashina pechat akalar. Bemalol aloqaga chiqib, baraka qilib olsalaring bo'laveradi akalar. Telegram nomerlar yozib qo'yamiz, Telegram kanallarga bemalol aloqaga o'tib telefon qilib baraka qilib olsalaring bo'laveradi akalar. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.